Assalomu alaykum, hurmatli Mr. Devlon va Devlon O'zbekiston kanali muxlislari. Bugun ajoyib kun. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Devlon ekskavator yoki Dusan ekskavatorim bor, ehtiyot qism, servis qatdan topsam bo'ladi deb so'rashadi. Bizni yangi manzilimiz, oldingi manzilimiz bilasizlar, Chinobod sanatoriyasi tarafda, ya'ni Yunusobodda joylashgandi. Hozirgi kundagi manzilimiz Sergeli tumanida, ya'ni Sergeli Qumariq mahallasida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda Sergeli mostga chiqib ketaverish, mashina bozor taraf. Bu yoq tarafida bo'lsa metan zapravka va Qo'yliqqa ketadigan yo'lda joylashganmiz. Ofisimizni ko'rsatishim mumkin, mana ko'rishingiz mumkin. Bobcat Devlon deb yozib qo'yibdi, Power Equipment xizmat ko'rsatish markazi deb yozib qo'yilgan. Ichkariga keladigan bo'lsanglar, mana yaqinlashib keladigan bo'lsanglar, bu joyimizda, yangi ofisimizda hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Ya'ni Devlon servis sentri va zapchastlar, ya'ni ehtiyot qismlar ombori, ya'ni skladi mavjud. Hozir kirib birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Bismillah. Bu esa mana servis sentrimiz. Hozir ko'rsataman. Servis sentrimiz mavjud. Mana servis sentrda kelgan ekskavatorlar, remont qilinayotgan ekskavator va boshqa narsalar bor va undan tashqari, ya'ni o'zimizni sklad, ya'ni o'zbekchasiga aytganda omborimiz mavjud va bu yerda mana bu yerda har xil ehtiyot qismda ekskavatorga tegishli filtr, maslinniy, toplivniy, yoqilg'i filtrlari, undan tashqari mana zublar, bakarezlar, salniklar, boshqa ehtiyot qismlari hamma narsasini ko'rishingiz mumkin. Kimga Devlon, Dusan ehtiyot qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu videoda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Imkon qadar hammasi bizda mavjud. Biz rasmiy diler hisoblanamiz. Ko'rib turibsizlar, moylar, motor moylari, gidravlik moylar hammasi o'zimizda mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.